Assalomu alaykum aziz obunachilar. Velikan razmer kiyaman. Katta 45 razmerdan balandroq oyoq kiyim kiyaman deganlar ko'raversin bu videoni. Yoki bo'lmasa o'shanaqangi do'stlaring bo'lsa jo'natib qo'yasizlar. Bu razmer 45 razmer. Bu oyoq kiyimning eng kichkinasi. Mana realniy bo'lish uchun 45 razmer. Mana ko'rishlaring mumkin. Xo'p, padojlari polvertan padoj. Xo'p, bu quyma, kley emas, quyma krossovka. Kulishlari ham zo'r. Misol yo'l qolmaydigan, ichlarini ham o'ta chiroyli, kiyishga qulay, bog'lari ham rezinkali. Bog' rezinkali bog'. Kiygani qulay. Bilasizlar, oyoq kiyimlarida polvertan padojlilari yengil oyoq kiyimlar hisoblanadi. Sportivniy holatga ham, ishlarga ham juda qulay, kiygani yaxshi. Bu razmerdan bu razmeri 48 razmer. Mana ko'rib turibsizlar. 48 razmer. Katta razmeri. Mana oyog'i katta do'stlaringga ko'rsatib qo'yasizlar. Videoni tashlab olib ko'rsatishlaring mumkin. Tavsiya qilamiz. Sizlarga endi ko'proq foydali bo'lishligi uchun kulgili videolar emas, bir insonga manfaati tegadigan videolar olyapmiz. Bizga obuna bo'linglar.